Demak, dательный падеж o'zbek tiliga ga, ya'ni вот o'zbek tilida ga qo'shimchasini berish uchun ishlatiladi. Поехать к брату и сестре, ya'ni nikiga bormoq. Bu holatda k harfi nikiga degan ma'noni bildiryapti. Demak, k predlogi nikiga va yoniga degan ma'nolarda qo'llaniladi. Kimnikigadir borish yoki kimnidir yoniga yaqinlashish. Men ish borasida keldim, ish bo'yicha keldim. Mana bu holatda po predlogimiz bo'yicha degan ma'noni bildiryapti va повод мужской rod bo'lgani uchun biz u окончаниясini qo'shib gapiryapmiz. По поводу работы. Assalomu alaykum aziz o'quvchilarimiz va bizni kuzatib borayotgan obunachilarimiz. Bugun sizlar bilan yangi darsni ko'rib chiqamiz. Yangi darsimiz biz o'tgan safar sizga va'da berganimizdek dательный падеж. Dательный падеж padejlar ichida, как вам сказать, eslab qolish oson bo'ladigan padej, chunki juda ham oson bu ham. Demak, hozir ko'rib chiqamiz. Bu o'zbek tilida qaysi qo'shimchani berish uchun ishlatiladi. Demak, dательный падеж o'zbek tiliga ga, ya'ni вот o'zbek tilida ga qo'shimchasini berish uchun ishlatiladi. Biz har doimgidek 3 ta usulda ko'rib chiqamiz buni. Demak, birinchi eng muhimi buning savollari, вопросы. Demak, dательный падежning savollari qanday? Кому и чему? Ya'ni kimga va nimaga? Undan keyin ikkinchisi bu окончаниялari. Ya'ni bu qo'shimchalarimiz. Qaysi qo'shimchalar ishlatiladi o'zbek tilida ga qo'shimchasini berish uchun? Rus tilida biz buni ikki turga bo'lib o'rganamiz, ya'ni ikki xil ko'rinishda aytamiz. Мужской rodda va женский rodda. Siz bilasizki, мужской rod va средний rod bir xil ishlatiladi. Shuning uchun men bu darslarda o'zi bu narsani takrorlamayapman. Demak, мужской rodda biz ishlatamiz u va yu qo'shimchasini. Женский rodda esa biz ishlatamiz ye va i qo'shimchalarini. Va eng oxirgi holatimiz punktimiz, ya'ni предлоги. Предлог. Так, смотрите, ребята, все падежи и в том числе дательный падеж всегда используется в русском языке, употребляется и с предлогами, и без предлогов. Ya'ni предлогlar bilan ham, предлогlarsiz ham ishlatiladi. Demak, ikki xil holatda ishlatiladi. Predloglar bilan ishlatilganda qaysi ko'makchilar qo'shiladi? Bu yerga biz k va po predloglardan foydalanamiz. Ana endi to'xtalib o'tamiz, qay holatda biz predloglar bilan ishlatamiz va qay holatda predloglarsiz ishlatamiz. Buni sizga hozir men misol tariqasida tushuntirib beraman. Demak, mana sizga misollar yozib ko'rsatdim va hozir siz bilan ko'rib chiqamiz qaysi holatda predlog, qaysi holatda predlogsiz ishlatilganini. Demak, помогать bratу и sestre, ya'ni вот e'tibor bering, brat so'ziga u окончанияsi qo'yib gapirilyapti. Ya'ni мужской rodda u harfi qo'shiladi. Bratu akamga и sestre, ya'ni sestra a qo'shimchasini o'rniga biz yeni yozyapmiz. Kimga? Singlimga, eli opamga, akamga va singlimga yordam berdim. Ya'ni помогать, yordam bermoq. Hozir biz siz bilan bu haqda to'liq bu gaplashamiz. Пока siz mana shu misolga e'tibor qarating. Поехать к брату и sestre, ya'ni nikiga bormoq. Bu holatda k harfi nikiga degan ma'noni bildiryapti. Kimnikiga? Akamnikiga va kimnikiga? Singlimnikiga. Demak, ikkala holatda ham biz ga qo'shimchasidan foydalanyapmiz va so'z oxirida мужской rodda uni, женский rodda esa yeni qo'shib gapiryapmiz. Tak, ana endi siz bilan gaplashamiz u, yu, ya'ni qo'shimchalar haqida va bularning farqi qanday bo'ladi? Misollar tarzida hozir sizga tushuntirib beraman. Demak, ga qo'shimchasini qo'shib gapiramiz biz so'zga. Drug, do'stim degani va biz bunga ga qo'shimchasini qo'shamiz. Qanday aytiladi bu? Drug bo'ladigan bo'lsa, мужской rodga qaraymiz, ya'ni g bu oxirgi qattiq harf va bu мужской rodda va biz u qo'shimchasini qo'shamiz hech qanday boshqa qiyinchiliklarsiz. Drugu, ya'ni do'stimga. Sosed, qo'shnim bo'ladigan bo'lsa, qo'shnimga demoqchi bo'lsak, biz to же самое u harfini qo'shib gapiramiz, ya'ni соседу. Eldor, ya'ni мужское имя-da. Eldorga demoqchimiz, to'g'rimi? Biz qanday aytamiz buni? Eldaru. U harfini qo'shib gapiramiz, ya'ni Eldorga ber, Eldorga telefon qil, Eldorga nimadir holat o'sha
holatda biz bemalol mana shuni qo'shib gapirsak bo'ladi. Keyin ana endi biz siz bilan женский rodni ko'rib chiqamiz. Bu yerda ham biz siz bilan ga qo'shimchasini qo'shib gapirmoqchimiz. Bu yerda sal ozgina o'zgarish bor. Buni men alohida tushuntirib o'tishni xohladim, chunki o'tgan darsda dars jarayonida mana shu xatoga o'quvchilar yo'l qo'yishdi. Bu narsani takrorlanishini xohlamayman. Ga qo'shimchasini женский rodga qo'shganimizda qanday o'zgarish bo'ladi? Buni alohida sizga hozir to'xtalib o'tmoqchi bo'ldim, chunki bu holat dars jarayonida sodir bo'ldi va xatoliklarga yo'l qo'yishdi. Bu narsani takrorlashingizni xohlamardim. Shuning uchun ana endi siz bilan ko'rib chiqamiz. A harfini biz olib tashlab, e'tibor bering, A harfini olib tashlab o'rnida Y qo'shimchasini yozamiz. Ya'ni kamu, kimga? Dugonamga bo'ladigan bo'lsa подруге, ya'ni Y harfini qo'yib yozamiz. Соседка то же самое. Соседка, ya'ni qo'shni qiz bo'ladigan bo'lsa, biz unga aytamiz, соседки, Y harfi. Aziza, Azizaga, Azize, позвони Azize или скажи Azize вот ей deb aytishimiz mumkin. Demak, mujskoy rodni biz ko'rib chiqdik siz bilan. Ga qo'shimchasini o'zbek tilida qo'shish uchun rus tilida biz u, yu harflaridan foydalanar ekanmiz. U harflarini oddiy undoshlarga qo'shamiz. Yu harfini biz asosan mягкий znak bilan yoki y kratki harfi bilan tugagan so'zlarga qo'shib ishlatamiz. Женский rodda esa biz hozir ko'rib chiqdik siz bilan A harfini o'chirib, o'rnida Y harfini yozar ekanmiz. Ya'ni o'zbek tilidagi ga qo'shimchani berish uchun. Sizda savol tug'ilishi uchun mumkin, qachon Y va qachon I ni yozamiz deb. Qachonki A harfi bilan tugasa so'z, ya'ni женский rod. A harfi bilan tugasa, unda siz Y ni yozasiz. So'zimiz qachonki ya va mягкий znak bilan tugasa, u holatda siz I ni yozib yoki bo'lmasa gapirasiz. Demak, keyingi qismga o'tamiz, misollar bilan ko'rib chiqamiz, ya'ni ham kengroq qilib. Demak, mana bu holatda siz bilan ko'rib chiqishimiz mumkin. Дательный падежni qo'llanishini gap orasida отец подарил сыну часы, ya'ni o'g'liga soat sovg'a qildi. Bu holatda mujskoy rodda biz u harfini qo'yib gapiryapmiz. Endi mana shu holatni qizlarga nisbatan ishlatsak, дочке, ya'ni qizchasiga, qiziga. Ko'plik holatida дочери bo'lishi mumkin-da, qizlariga. Mana shu holatda biz ishlatamiz siz bilan qo'shimchasiz, predlogsiz, ya'ni ko'makchisiz oddiy mana qo'shimchalarni qo'shilishini. Demak, endi siz bilan to'xtalib o'tamiz predloglarga k va po predlogiga qaysi holatda bularni ishlatsak bo'ladi. Demak, mana bu holatda men sizga k predlogini tushuntirib ko'rsatib Demak, mana bu holatda k predlogini qanday tarjima qilinishi va qay holatda ishlatilishini ko'rib chiqamiz siz bilan. Demak, k predlogi nikiga va yoniga degan ma'nolarda qo'llaniladi. Kimnikigadir borish yoki kimnidir yoniga yaqinlashish. Demak, mana bu holatda ikkita savolga ham javob beradigan ko'rinishda yozdik. Demak, к чему, ya'ni nimaning yoniga va кому, kimning yoniga. Student подошел к dosке. Doskaning yoniga keldi, ya'ni doskagacha deymiz quvvat o'sha holat, ya'ni doskaning yoniga yaqin keldi. К dosке, doska bu женский rodda bo'lgani uchun biz y harfini qo'shib gapiryapmiz. Demak, ikkinchi holatda esa student подошел к преподавателю, ya'ni o'qituvchining yoniga keldi. Преподаватель tel bu mujskoy rodda mягкий znak bilan tugaydi. Shuning uchun biz bu yerda yu harfini qo'yib gapiramiz. Ana endi siz bilan po predlogini ko'rib chiqamiz. Po qaysi holatda ishlatiladi? Demak, po predlogimiz bo'yicha va bo'ylab degan ma'noda ishlatiladi. Вот так, да? Вот. Bo'yicha va bo'ylab. Ana endi sizga ikkita misol yozib ko'rsataman. Bitta bunisiga va bitta bunisiga. Так, я пришел по поводу работы. Ya'ni men ish borasida keldim, ish bo'yicha keldim. Mana bu holatda po predlogimiz bo'yicha degan ma'noni bildiryapti va повод mujskoy rodda bo'lgani uchun biz u окончаниясini qo'shib gapiryapmiz. По поводу работы. Ikkinchi holat bo'ylab degani misol uchun я люблю гулять по Москве, ya'ni men Moskva bo'ylab sayr qilishni yaxshi ko'raman. Yozamiz.
Вот, я люблю gulять по Moskvе, ya'ni bu yerda bo'ylab degan ma'noda ikkinchi holatida ishlatilyapti. Moskva женский rodda va biz bunga ye qo'shimchasini qo'shib gapiramiz. Mana shu holatda dativniy падеж ishlatiladi, ya'ni predloglar bilan va predloglarsiz. Men sizga birinchi predloglarsiz qanday qilib qo'llanilishini ko'rsatdim. Ya'ni biz yoshni aytganimizda ishlatishimiz mumkin. Мне, например, 27 лет. Ему 32 года. Mana shu holatda ham dativniy падеж ishlatiladi. Va men boyana ko'rsatdim, o'sha holatlarda ham dativniy падежni ishlatasiz. Va predloglarimiz k va po juda ham oson, kamgina predlog. E'tibor bergan bo'lsangiz, har safar падеж o'tganimda sizga alohida predloglar haqida to'xtalib o'tyapman. Va qaysi holatlarda o'zbek tilida nima ma'noni berishini ham tushuntirib o'tdim va sizga mana misollar bilan ko'rsatdim. O'ylaymanki, sizga tushunarli bo'ldi. Qandaydir tushunmagan joyingiz yoki savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozishingiz, murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga yana ham to'liqroq tarzda primoy efirda tushuntirishga harakat qilamiz. Ana endi sizlarga ozroq uyga vazifa sifatida 3-4 ta gaplarni yozib beraman va javobingizni kommentariyada kutaman. Demak, mana bu joyda 3 ta misol keltirdim va bu yerda nuqtalar o'rniga mana bu qavs ichidagi so'zlarni dativniy падежga qo'ygan holda yozishimiz kerak bo'ladi. Qavs ichida oddiy holatda ko'rsatildi so'zlar. Siz bunga qo'shimcha qo'shib, ya'ni bularga hammasiga gap qo'shimchasini qo'shib yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. O'ylaymanki, sizga qiyinlik qilmaydi, chunki bu narsalarni men sizga batafsil tushuntirib berdim. Ko'rib chiqamiz. Vчера я написал письма, xatlar yozdim men kecha. Brat и sestra кому, kimga, akamga va singlimga. Ya'ni biz gap qo'shimchasini qo'shamiz, rus tilida esa o'zingiz qo'shasiz. Каждое воскресенье я звоню отец и мать. Ya'ni har yakshanba kuni men otamga va onamga qo'ng'iroq qilaman. Bu holat qanday yoziladi rus tilida? Buni siz mana bu yerda yozasiz. Дальше. Мой друг послал эти фотографии dugonasiga. Mening do'stim bu rasmlarni o'z dugonasiga jo'natdi. Bu holatda ham siz dativniy падежda qo'yib yozishingiz kerak bo'ladi. Всё. Demak, mana shu so'zlar, gaplar juda ham oson bo'ladi, hech qanday qiyinchiligi yo'q va o'ylaymanki, sizga tushunarli bo'ladi. Mana shularni bajarib kommentariyada qoldirsangiz juda ham xursand bo'lardik. Demak, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetyapti. Sizlarga e'tiboringiz uchun va videoni diqqat bilan kuzatganingiz uchun kattakon rahmat aytaman va sizning layklaringizni kutib qolaman. Keyingi darslarda ko'rishgunimizcha xayr. Davom eting. Keyingi darsimiz siz bilan pristavkalar haqida bo'ladi. Keyingi darsda biz siz bilan pristavkalar mavzusini ko'rib chiqamiz.